Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Meni sizlarga juda ham yomon xabarim bor. Bugun har yili bir marta sodir bo'ladigan voqea yuz beradi. Zombilar qishloqimizga hujum qiladi. Biz esa bu uyimizni himoya qilishimizga to'g'ri keladi. Zombilar 3 ta fazadan iborat bo'ladi. Oson, o'rtacha va juda ham qiyin. Biz ularni hammasini yo'q qilib tashlashimiz kerak. Men va qishloqi. Umid qilamanki bizda hammasi o'xshaydi. Qishloqi, ishkal. Qishloqda himoya qilish kerak. Zombilar hujum qilyapti. Uyingdamisan? Hoy, qishloqi. Uyingdamisan? Qanday uchib turibsan? Meditatsiya bilan shug'ullanyapman. Bor yo'qol. Qishloqi, meditatsiyani qo'yib tur. Qishloqimizga juda ham ko'p nega bu yerda Zumrad blok turibdi? Bu oilaviy sir. Hamma yoqqa burdingiz qavurma. Sendan shuni ham so'rab bo'lmaydimi? Xullas, qishloqi, juda ko'p zombilar bizni qishloqimizga hujum qiladi. Biz ularga qarshi qishlog'imiz atrofida qala qurishimiz kerak. Bu bizning oxirgi choramiz. Tushunyapsanmi? Sen shunday qilib endi berkitdingda Zumratingni, ha? Sen hech narsani ko'rmading. Mayli qishloqda atrofida baland devorlar ko'tarish kerak. Juda ham baland har tarafdan. Xullas, qishloqni qalaga aylantirish kerak. Qishloqi, gapni eshit. Qalani bir tarafini men, bir tarafini sen qurasan. Ha, bir tarafini men quraman. Aytib qo'yay, men tarafda hech kim o'tolmaydi. Sen taraf endi bir balo qilamiz-da. Bu o'zingga ishonaverasan. O'tgan safar ham sen yutqazding e'tiboring uchun. Mayli qishloqi, qalalarni qurishni boshlash kerak. Xo'sh, juda ham ulkan qala qurish kerak. Butun qishloqning atrofida. Butun qishloqni o'raymizmi yoki seni uyingni qoldiramizmi? Nima, men uyimni, yaxshisi senikini qoldiraylik? Bo'ldi, hazırlashdim. Nechinchi balandlikdasan qishloqi? 88, sasasaga gapir, iching to'la qalapir. Eshitganmisan shunaqa maqolni? Adashmasam bu maqol menimcha 9 kere 9 81 emasmi? 81 bilan aytilardi-yu. Endi nima farqi bor? Muhimi zo'r eshitilyapti-ku. Qalani necha qavatli qilamiz? Bilmadim. Menda 2 qavatli bo'ldi. Sal ko'p shekilli. Sen 1 qavatli qildingmi? Balki 1 qavat yoki 3 qavat ham qilsak bo'ladi. 3 qavat qilib nima qilasan? Bittasi ham bo'ladi-da. 1 qavatligini men bilaman, sen bilasan, to'g'rimi? Zombilar bilmaydi. Bo'laveradi. Agar bilib qolishsa, juda ham rasvo bo'ladi. Yaxshisi 2 yoki 3 qavat qilish kerak. Bittasini tanla tezroq. Umuman olganda hammasini cheksizdan olyapmiz. Menga ham farqi yo'q. Sar bir buyog'ini nishon olish kerak bo'ldi. Ha, nimaga sen taraf 1 qavat? 1 qavat to'g'ri kelmaydi qishloqqa. Bu yoqqa ishlayapman. Jibdan o'ynayotganim yo'q. Men ham devor quryapman. O'zing qilaverdi, saniki meniki qilmasdan. Mayli, senga ham yordam berib o'ray. Qishloqqa kel, 3 qavat qilib qo'ya qolaylik. Menimcha 2 qavatni ham bir balo qilib buzib yuborsa o'lib ketamiz. Bu yerda teshik bo'ldi-ku. Bu yoq qanchadan tushdi? Mayli, bu yerni ham bir balo qilib yopishga to'g'ri keladi. Bu yoqqa bitta zarba beramiz va yana xato ketdi. Sal buni to'g'rilash kerak. Arti o'mbalik sistemada shu binolarga qancha ball bergan bo'larding? Bilmadim, kel obunachilardan so'raymiz. Do'stlar, izohlarda shu binoga necha ball berishingizni yozib qoldiring. Faqat qurib bo'lganimizdan so'ng albatta. Hali qurib bo'lmagan. Shunga 1-2 ball qo'yib o'tirmanglar. O'z fikringizni albatta izohlarga yozib qoldiring. Bu men uchun ham, qishloq uchun ham juda ham qiziq. Nega hech kim izohlarga qishloqni zo'r deb yozib qo'ymaydi-ya? Men ham xafa bo'laman, shuncha mehnat qilyapman. Meni hech kim maqtamaydi. Mayli. Qara, Artemi qanaqa zo'r tuzoq o'ylab topdim. Xullas, hamma zombilarni bu qurol lavaga cho'miltiradi. Lava deysanmi? Menimcha bu juda ham zo'r bo'ladi. Va nihoyat tugatdim qishloqqa. Qanaqa qilyapsan? Bularning ichida lava bormi? Men senga yordam beraman. Men bularga redstone o'tkazishga yordam beraman. Mana bunday qilib. Orasiga esa mana bunaqasidan qo'yib ketamiz, uzaytirgichlardan. Shunda ham to'xtanglar. O'zi mana bu yerda tursa ishlarmikan? Xo'sh, mana bu yerda uzib turaylik, hammasi ishlab ketmasligi uchun va yaxshi ham hozir sezib qolganim. Oxirida sezsam juda ham alam qilardi o'zi ham. Mayli, bo'lmasa redstone'ni boshqa joydan o'tkazishga to'g'ri keladi. Yana qovun tushurdingmi?
Yo'q, deyarli. Endi tepasidan o'tkazib ko'rsak ishlaydimikan? Va endi ishlayapti. To'xtanglar, endi lavalarni baqlamiz. Bularni yopishga to'g'ri keladi. Lekin muhimi ishlayapti do'stlar. Buni o'zi hattoki tortib ham olar ekan. Juda ham qulay ekan do'stlar, rostini aytsam. Endi hamma yerdan redstone o'tkazib chiqish kerak. Hamma yoqqa redstone qo'yib chiqamiz. Hamma yoqqa juda ko'p redstone qo'yib chiqamiz. Juda ko'p redstone. Qishloqqa senda nima gaplar? Yana bir xil tuzoq o'ylab topdingmi? Shaq-shaqi doridan topdim. Qara, xullas, mana bu yerga mana temir bloklarni qo'yamizda, keyin hammasini razdanchik orqali kallasiga oshqovoq kiydiramiz. Bizda juda ham ko'p oshqovoq, qanaqa oshqovoq golemlar to'dasi bo'ladi. Hamma zombilarni o'ldirib tashlaydigan. Ha, qishloqqa kallang qattiq ishlaydi. Men mana bu redstone'ni tugatib olsam, senga yordam beraman. Qiziq, bu redstone'ni mana shu World Edit bilan qo'yish mumkinmikan? Bu yoqqa bitta qo'yamiz, bu yoqqa ham bitta va umid qilamanki, o'xshaydi. 331 edi adashmas. Nima bu? Ha, mayli, o'zimizda ota-bobolarimizdan qolgan uslubdan qo'ymasin. Muhimi ishonchli uslub. Va nihoyat redstone'li yo'lakcha tugadi. Sen hali ham golemlarni qo'yib chiqyapsanmi qishloqqa? Men esa qishloqqa bu lavalar avtomatik quyilishi uchun mexanizm tayyorlayman. Xo'sh, qayoqqa sig'dirsam ekan buni? Bu yoqda yo'q, zombilar tarafda emas-ku, hech bo'lmasa mana bu tarafda ochsak, menimcha hech narsa qilmaydi. Bu yerga mana uzaytirgichlarni bu tarafdan qo'yamiz. Bu tarafga esa bu yerdan qo'yib chiqamiz. Ozgina redstone'dan bu yerga ham va oxirida richak bilan tekshirib ko'ramiz. Bizda mana shunaqa cheksiz signal bor. Agar buni qo'ysak, lava o'qib, shunaqa bo'lib, menimcha ajoyib chiqsa kerak. Va 1 2 3 ta qo'shamiz. 1 2 3 va to'xtanglar, negadir menda Minecraft juda ham qattiq qotyapti. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Buni hozir o'chirish kerak. Hozir sal qolsa Minecraft'im chiqib ketadimi deb o'ylagandim. Yo'q, bu usul umuman to'g'ri kelmaydi bizga. Oddiy dastakdan qo'ymasin. Do'stlar, endi tepaga qishloqqa va men chiqishim uchun eng tez usullardan birini qo'llaymiz. Bu oddiy zirapoya bo'lmaydi. Bu butun boshli tramplin bo'ladi. Bitta oyog'ingni qo'yganingni bilasan, shartda tepada bo'lib qolasan. Mana shunday qo'yib tashlayveramiz va tepaga. Endi tramplinni o'zini qo'yib chiqish kerak. Bu juda ham tez chiqaradi do'stlar. Mana o'zingizlar qaranglar. 1-2 soniyada tepada pirt etib bo'lib qolasan. Eng tez usullardan biri. Bu yoqqa mana bunday qilamiz va yo'lish bunaqasidan emas, mana bunaqasidan qo'yish kerak. Va yana 3-4 ta, 1 2 3 ta va biz tepadamiz. Yoki bu yerga mana bunaqasidan qo'yib yuboramiz. Xullas, tayyor. Bu juda ham tez usul bo'ladi. Hattoki hozir tekshirib ham ko'rsak bo'ladi. Mana shunday kelasan, bir necha soniyada tepada bo'lib qolasan. Men hattoki bilmayman bundan tezroq usul bormi yo'qmi. Agar siz bilsangiz, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Qishloqqa hali ham bitirmadingmi shu golemlaringni? Kel, senga yordam berib yuboraman. Bularga oshqovoq qo'yib chiqish kerakmi razdachilar orqali yoki uloqtirgichlar yoki kiydirgichlar? Xullas, o'zbekchasiga qanday bo'ladi? Kimdir menga tushuntirib bera oladimi? Mayli qishloqqa, sen mana bunaqasidan blok qo'yib chiq. Men bo'lsa mana shu bir balolarni qo'yib chiqaman. Yo'q, mana bundaysiga. Tushundingmi? O'zi bu ishlaydimi? Ishlarkan qishloqqa. Ishlamasin edi, baribir ishlatardim. Bilasanmi, qanchadan beri men buni quryapman? Sen undan ko'ra menga yordam ber bu golemmachalarni qurishga. Mayli qishloqqa yordam berganim bo'lsin. Menimcha ancha ko'p ishni qilib qo'ygansan. Tezda bo'lamiz. Va tayyor qishloqqa. Endi bularga mana bu razdachik dropper uloqtirgichlarni qo'yib chiqish kerak. Sen mana shu razdanchik uloqtirgich dropperlarni qo'y, men orqasiga blok qo'yaman. Mashinasiga tezda havasini qo'yib tashlaymiz. Bo'l qishloqqa, ishni boshladik. 1 2 blokni qo'y, men buni qo'yaman. Tez. Armiyada o'rgatishmaganmi yoki bormaganmisan? Qani o'zi oshqovoqi bormi? Ha, bor, sen qo'yaver. Men ulguraman. 1 2. To'xta, meni IQ balandligi esimga tushib qoldi. Shuni hammasini World Edit bilan qilsa bo'ladi-ku, mana qarab tur. Bu yoqqa bitta qo'yamiz kalla, bu yoqqa bitta kalla qo'yamiz va qarab tur. Hozir uchib olay, bo'ldi. Ko'rdingmi? Tayyor. Sen kallalarni qo'yib chiqaver, men mana shunaqa chiziqlar tortib chiqaman. Ha, qiziq. Do'stlar, o'zingizning IQ darajangiz nechiligini izohlarga yozib qoldiringlar. Qani ko'raylikchi kimning IQsi ko'proq ekan. To'g'rimi? Meni IQ 108, tushundingmi? Bunaqa IQ senga emas. Balki birorta obunachilarning ko'prog'i bordir, lekin senikidan ko'p. O'zi seni IQ nechi? 109, tushundingmi? Masjidlarda yuraverasan.
Aralashmaysan hech narsaga. Sen redstone qo'yib yuraver, men orqadan mana bu uzaytirgichlarni qo'yib chiqaveraman. Bo'l. Sen qo'yib chiqaverasan, men ham qo'yib chiqaveraman. Har bitta mana shu yerga qo'ysak, menimcha redstone signal uzilib qolishga ulgurmaydi. Ha, menimcha tugatdi shekilli. Bu yoq mana buni qaysi tetak qurdi? Endi har bitta tarafni alohida ishlatish uchun har biriga bittadan dastak qo'yib chiqamiz. Mana bu tarafga bitta, bu yoqqa yana bitta qo'yamiz. Bu tarafga ham albatta. Bu yerga ham qo'yishni unutmaymiz. Va tayyor. Har bitta tarafga bittadan dastak qo'yib chiqdik. Dahshatli qala bo'lyapti menimcha. To'g'rimi qishloqi? Ha, qalamsan qala. Bu yerda zombi tugul, chivin ham o'tolmaydi. Qishloqi, endi qal'aning burchaklariga bittadan turel qo'yib chiqamiz. Turel shunaqa narsaki, ko'rgan narsasini omon qoldirmaydi. Mana bu yerga bitta qo'yamiz. Va nega bu otlarda o'tyapti? Otlarda o'tmasa ham bo'lardi. Yaxshisi bu qobiliyatini o'chirib qo'yish kerak. Endi esa har bitta burchakka qo'yib chiqish qoldi. Aytyapman-ku, chivin ham o'tolmaydi deb. It ham o'tolmaydi, chivin ham, oyoq ham hech narsa. Bu tarafga ham bitta qo'yamiz va albatta mana bu energiyasini ham qo'yishni esdan chiqarmaslik kerak. Yo'qsa ishlamaydi. Bu burchakka ham bitta qo'yamiz. Va bu yoqqa ham bunaqasidan qo'yamiz. Buni unutish umuman mumkin emas. Bu ham tayyor. Oho, qaranglar, buni qanchalik dahshatli ko'rinyapti. Qishloqqa, sen nima bilan mashg'ulsan? Mina qo'yib chiqyapman. Hammasi portlab ketsa yaramoslarni. Men esa mana bu zombilar mana bu chuqur-puqurlarga tushib ketmasliklari uchun jangimiz zo'rroq bo'lishi uchun mana bu teshiklarni to'ldirib qo'yay. Axir shuncha narsani bekorga qilyapmizmi? Hammasi cho'kib o'lsa juda ham g'alati bo'ladi-ku, to'g'rimi? Qara, buni qanchalik qo'rqinchli ko'rinayotganini. Bunaqa ba'zan oldiga kelishga zombilar qo'rqsa ham kerak. Ishtonini qo'llab qo'yadi. Bu videolarni ko'ryapsanmi ko'pligini? Ha, qal'ani lekin bopladik qishloqi. Sen bu yerda nima balo quryapsan? Men avtomatik kiydirib qo'yadigan. Sen bunaqasini menga qilganding-ku, lekin menda nimagadir o'xshamayapti. Qanday qilganding? Ha, binolar jangida qurganimmi? Sen hammasini xato qilyapsan. Buni 4 talik mana bunday tursa agar menimcha bemalol yetadi. Bu yerga blok qo'yamiz, bu yerlarga ham qo'yamiz va redstone'ni o'tkazib chiqish kerak. Redstone juda ham muhim. Redstone qayerda qoldi? Ha, mana redstone'ni bunday qo'yib chiqasan, mana shunday qilib va buni birorta redstone beradigan narsa bilan ishga tushirasan. Faqat ishladimi yo'qmi bilish uchun ichiga bittadan redstone solib qo'yamiz. Va qayoqqa tushib ketdi? Va negadir ikkitasi ishladi. Hozir hammasini to'g'irlaymiz. Menimcha mana bu yerga blok qo'yish kerak bittadan. Bu yerga bitta blok va redstone ozgina. Nega redstone o ishladi qishloqi. Aytdim-ku men ishlata olaman deb. Bu yerda ham turibdi. Xo'sh, bu tarafni ham mana shunisiga to'g'irlaymiz. Buni atrofini esa albatta chiroyli qilib o'rab qo'yish kerak. Dastak bu yerda turadi, qulaylik uchun albatta. Ustini chiroyli qilib o'rab qo'yamiz. Mana shunaqa qo'rqinchli turmaydi-ku, to'g'rimi? Ha, men sen bilan o'zimga sandiqqa qurol-yarog' solib qo'yapman. Shart olib jangga kirishib ketamiz kechqurun. Ha, qandaydir xunuk bo'ldi adashmasam. Bir nimani o'zgartirish kerak. Mana bu bloklarni olib tashlab, o'rniga kvarsli yarimtalik blokchalar qo'yib chiqamiz. Menimcha endi ancha chiroyli bo'ldi. Qishloq, mana bu yerda biz urushimiz uchun ozgina platformacha tayyorlab qo'yaman. Bemalol zombilarni mashina turib otsak bo'ladi. Va mana bunday qo'yib chiqamiz. Bu yoqqa ham bunday va bu burchagiga ham qandaydir kulguli ko'rinyapti. Menimcha hamiyatini birlashtirganimiz yaxshiroq bo'ladi. To'g'rimi qishloqqa?